Cho'ng tipdagi vahimalik ovozliq asar O'lim poli. 1-kitob. 16-qism. Ustamning ovozidan ko'ngli yerim bo'g'aliqqa chiqib turadi. Men jimib ketdim. Zuvanim tutilib qolgan edi. Tianjin mening birodarim. Ishik sirlariga bu kishi bo'lsa, meni kichikimdan beqib cho'ng qilgan ustoz, shafqatchim. Kimki ishonsam bo'la. Ilgari barliq dalil isbotlar ustamga qaratilgan edi. Lekin hozir ustam qotilni Tianjin deydi. Uning ustiga Tianjin haqiqatan shu chog'da naq maydonda yo'q. Undaqda men kimga ishonishim kerak? Shotian, ishni ochmasangmi, seningdan og'rinmayman. Mundaq bo'lsin. Mening yotqimga kirib, karavatimning ostidagi qutini ep chiqib bergan. Dedi ustam egri uxtardi. Bo'ladi, saqlab tur. Tez bag'in. Men peshimni ling'ishtib burilib ustamning yotiqiga qarab yugurdim. Ustamning yotiqiga bir necha qatimda kirgan. Uning ustiga tegi kichik vaqtim edi. 12 yoshga kirgandan keyin men ustamga agishib, pol hisob ochishni o'rganishga boshladim. Va shuningdan e'tiboran ustamning yotiqiga qaytib kirib boqmagan edim. Uy ichi qop-qorong'u bo'lib, tomning bir tarafini silab, vehli va chatilni bir necha qatim bursam, chiroq yonmadi. Buzilib qolganda qiladi. Amalsiz yon telefonimni chiqarib, telefon chirog'i bilan ustamning karavatining yoniga berib, zo'ngzib o'ltirib, qo'limni karavatning ostiga tiqib, bir necha qatim silab yurib, bir qutni tortib chiqdim. Quta xeyli egri bo'lib, uzun yillardan buyon uni ichib boqmagan bo'lsa kerak. Ustini bir qavat chang to'zon qoplab ketgan edi. Qutini ko'tarib, o'rnidan turganda, yon telefonning chiroq nuri bir bo'longa tushib turardi. U yerda bir ustal qo'yilgan bo'lib, ustalning ustiga qo'yilgan bir yog'och taxta diqqatimni tortdi. Qarmoqqa ta'ziya taxtida qiladi. Ustiga qo'ysanlar. Ya'ni kulrang ushbora degan xat yozilgan edi. Bu odam kim? Kentda bundoq odam yo'qdek edi. Ajaba, ustamning o'lib ketgan do'stimi? Bu ism nimancha g'alati? Ta'ziya taxtasining oldi pok-pokiz bo'lib, ustam yillardan buyon aslab yod etib kelayotganda qiladi. Tuyuqsiz tenimga titrak olishib, vahimaga tushib qoldim. Va qutni ching tutguncha uydan ildam chiqib ketdim. Topdingmi? Tez menga ochib bergin. Ma'qul. Ishni ichib ustamga narsani sundim. Ammo ustam u menga qarmay, yonga qarg'inicha yig'och qutini elib, keyniga burilib menga tamshaldi. Do'konga yaxshi qarg'an. Menga ishonmasang ranjimayman. Lekin u sol takkimi ishonmagan. Anildingmi? Men ixtiyorsiz beshimni ling'ishdim. Usta, yaringiz teg'i saqaymadi, kirib oramaylang. Putingizni yuyib qo'yay. Ajit yo'q. U sol takda cho'qim masala bor. U sal turib qaytib kelsa, eliqi jin qechib ketdi, qo'g'lab yetanmadim deydi. U nimishqa bundaq deydi? Chunki u jin alvasini u boqqan. Uning o'ltirishga qandoqmi ko'z qiysin? Bu nima deganingiz? Kimning gapining rost, kimning gapining yolg'on ekanligini bilmay qoldim. Hey, bo'ldi, men qaytay. Keyin sen bilan aloqalashaman. Ustam, nega borsiz? Keyindan xeyli yagchi yugurib borqirdim. Lekin ustam menga parvo qilmay, qorong'ulik ichida g'oyib bo'ldi. Odamning qarisimi ko'rinmaydigan ko'chaga hang'ib qarab, mag'dursiz holda o'ltirib qoldim. Ustam mendan pek umidsizlangandi. Meni kichikimdan beqib cho'ng qilgan tursa, uning ishonmaginim nimasi? Uning uyga kirgisimi kelmasligi ajabnarlik emas. Kallam qalim qolishib ketgan edi. Ikkisi aslida men eng ishonadigan odamlar edi. Lekin ikkilisi qarish tarafni odam o'ldirdi deydi. Kimga ishonishni rostli bilamadim. Do'konga kirib ishni yepishga tamshalganda hozirab umidab Tianjin yugurib kirib keldi. Ishk ichilib qopdi-ku. Men seni ishni ochma degan-ku. Boya kim kirdi? Olvaschi o'lib ketdimi? Men uning savoliga udul javob bermay yontirib savol so'radim.
Yo'q, u jin bek tez yuguraydi ekan. Demayli qo'yay, uning yetishman deb yiqilib tushib, kiyimim yirtilib ketdi. Kirib kiyimlarimni almashtirib olay. Tianjan shundoq deginicha orqa hovliga o'tib ketdi. Men bo'lsam joyimda qaytib turib qoldim. Kirib uxlay desam, hech uyqu keldigandek emas. Polkayning ichida xiyolga petib, uzungacha o'tirib ketdim. Ustam o'zi yolg'iz nega bordigandi? Shotian, nima ish uxlamading? Qo'rqib ketdingmi? Yo'q, uxlamadim. Beshimni chayqadim. Orqadan so'rdim. Endi qanday qilamiz? Ustozoning o'lik yoki tirikligi noma'lum. U jin alvastining nega qochib ketganligini bilgil bo'lmaydi. Bu deloni vaqtincha qo'yib turayli. Biroq mening yer sharoitining xabardor xizmatdashim boya menga telefon qildi. U men tartgan suratning konkret ahvolini farq etgil bo'lmaydiganligini, o'zining bu yerga kelib yaxshi ko'rib boqadiganligini aytdi. Men beshimni langishdim. Haqiqatan u konu suratning orqa ko'rinishi balkim bu delo bilan munosabatli bo'lishi mumkin. Men qo'shilganligimni bildirdim. Tianjan degandek, bu konu suratning orqa ko'rinishi balkim bu delo bilan munosabatli bo'lishi mumkin. Gerçi suratdagi 4-kishining uston bo'lishi mening o'ylamagan yerimdan chiqqan bo'lsa-mu, sababini bilishga yanada taqozo edi. Hozir qolgan 3 o'lib ketdi. Balkim u yer bir bo'sish nuqtasi bo'lishi mumkin. Xizmatdashim sal turib keladi. Uning ortiq gap qilma. Uning mijozi bir xalita. Ba'zi qiliqlaridan ranjibmi yurmagan. Dedi Tianjan eskartish berib. Ma'qul, bildim. Tianjan do'konda o'ltirib qoldi. Men ko'ktat bozoriga berib, yaxshi ko'ktatlarni setib olib keldim. Nemalar degan bilan Tianjanning xizmatdashi keldigan tursa, ozgul tayyorlik qilishim kerakda. Yerim kun hapilishib, biri ustal qo'rma qo'rib chiqdim. Qo'rimlarni tizib bo'lgandan keyin Tianjanning do'stining qachon keldiganligini so'ray deb turishimga, do'konga chiroyi so'q bir qizning kirib kelganligini ko'rib, turib qoldim. Uningdan bir narsa setib olgangiz bormi yo'q deb so'ramoqchi bo'lishimga Tianjan oldirab tinab gap qistirdi. Keldingizmi? Tianjanning heliqi xizmatchi ekanda. Men kulimsirab qo'limni so'zib salomlashdim. Yaxshimisiz? Men Li Tian. Yinfang. U mening qo'limga qarab qo'ydi-yu, ko'rishmadi. Buningdan men sal o'ng'aysizlanib qoldim. Uning taqi turqi noyati chiroyli bo'lsa-mu, lekin odamning ko'ziga ilmagandek qiliqlari kishini bezor qiladi. Taqdiringa palsilib, qanchalik holing borligini bir ko'rib boqay. Shundoq o'ylab, uningga sinchilab qarasam-mu, hech nimani bilmay qoldim. Bu qiz 3-darajalik suroyi ustasi bo'lib, ozroq karamti va'da qiladi. Oddiy holda ba'zi puroqlardan foydalanib, chiroyidagi o'tmishni yo'shirib olgan edi. Nimaga qarayapsiz? Yinfang menga so'q tikilib qaradi. Xato tushunib qolmang. Bu og'inam polchi. Go'zal qizlarni ko'rsa, ixtiyorsiz bir necha qitim qarab qo'yadi. Tianjan meyqida kulib qo'yib, u Yinfangni avval o'ltirishga ishorat qildi. Yiroqdan kelib, qo'rsqingiz ochqandi. Shavtiyanning oshpazlik o'rnini ko'rib boqing. Men qarang, u tomoq assa 5 yulduzlik mehmonxona oshpazlaridan qilishmaydi. Sizlar yanglar, mening qo'sqim oshmadi. Sirtni kuzatib boqay. U shundoq deb chiqib ketdi. Tasimi g'ayt qizgina bu. Yesiymisan? O'zim yeyman. Ochiqimda o'rindiqni taqildatib tartib joziga o'ltirdim. Shavtiyan, ko'ngling amma. Uni bir to'g'natqu deb tushansang bo'ldi. Tomoqdan keyin do'konga o'tsam, Yinfang sirtdan kirib keldi va Hozirla u yerga berib ko'rib kelaylik. Dedi u, bo'sug'idan otlamay. Aram ilmamamsiz? So'radim uningdan. Tianjandan anglashimcha, Yinfang kechalab poyezdga o'ltirib ketdi. Tomoqmi yemabdi. Uyqusimi kamiganda. Bu xil ahvolga erkishmi bardosh bermaydi anda. Yinfang bechini chayqadi. U yerning yer sharoitida ozroq masala bor. Men tafsiliy ko'rib beqishim kerak. Tianjan meni so'zlamasga ishorat qildi. Bo'ladi, do'kon taqib o'tay.
Do'konning eshigini amdil yepishimga eshik oldiga bir esil mashina to'xtab, tunigun kelgan heliqi tong oqsoqol oldirab dinab tushdi. Voy, Li ustoz. Men tunigun sizning deganingiz bo'yicha qildim. U chashqala faqatlik ketmadi. Aksicha texmi haddidan ishib ketdi. Tez berib ko'rib beqam. Bu men. Tianjian bilan Yinfangga qaradi. Ati bo'lsin, men sirtqa chiqarib turatdim. Tang boboy oldirab bechini chayqadi. Bo'lmaydi. U chashqala tex tunugunla uyimda jimjit o'ynab yuratdi. Lekin men siz bergan narsani choplagandan keyin o'g'lim boshqacha bir odam bo'lib qoldi. Ko'rganli odamni tishlaydigan bo'lib oldi. O'g'limni aran bog'lab besiq turdim. Sizning o narsangiz bo'lmagan bo'lsa, o'g'limni tuyuqsiz undaq bo'lib qolmagan bo'ladi. Qandaqsiga bu mening maslam bo'lib qoladi. Bu ishni menga ortib qo'yatamsiz? O'zingizning ahvolni yushirib, aynan demagan tursangiz. To'xtang. Yinfang gapimni tortib olib Tang boboyga qaradi. Men hal qilib beraman, ammo 100 ming yuan olaman. 100 ming? Voy onamay. Hayronlikda og'zim echilib qoldi. 100 ming yuan Tang boboyga nisbatan hech nima bo'lmasa-mu, lekin uning berishini atay. Tang boboy qo'shimizni turib, Yinfang qaradi. Ondan mendan gumonlanib so'radi. Li ustoz, bu yoq kim bo'ladi? Ha, bu yoq Yifang. Shundaq, ismim Yifang. Li ustozning hamsavoq singlisi. Men uni tunishtiray deb turishimga, u gapimni tortib olib. Sizning ishingizni men hal qila olmayman, ammo buning uchun bizga 100 ming yuan haq berasiz. Yinfang yana bir qitim takrorladi. Tang oqsoqol menga bir qitim qarab qo'ydi. Bo'ladi, 100 ming bo'lsa bo'lsin. Qani, mashinaga chiqinglar. Hayron qilib o'tdim. 100 ming yuanni olgan har qanday kishining gul qaqalari etilib ketadi. Lekin Yinfangning talati yanada sovuq. Uchimiz Tang boboyning mashinasiga o'ltirib, yo'l bo'yi hech qanday gap qilishmadik. Shaharning chetiga kelganda Tang boboy bizni kichik do'nikka silingan dachaning oldiga boshlab keldi. Dacha noyda hayvatli bo'lib, zamonaviy uslub silingan edi. Atrofda tog'mi, suvmi bor edi. Biroq Tang boboyning oldin qatim deganini anglab, mantiqqa o'tirgan ko'ni uyni chashqanlar o'qib olgan o'xshaydi debdiman. Ammo yangi uyni qandaqmi chashqan o'rganib olgandi. Albatta, yer sharoiti degan bu narsani men ancha tushunmayman. Ustozimdan anglashimcha, bu intayin sirliq bo'lib, oddiysini esa, ofatni bekitkili, ofatni baxtga aylantirg'ili, ta'sirrak bo'lganda keyingi avlodlarning jon tomirini qalamqon qilg'ili bo'ladi ekan. Qadimki zamonda har bir podshoh yoki sulola almashganda hammani shamol usul ustozi belgilaydi ekan. Qadimki zamondagi podshohlarning hammasi odamlar orasiga ajdaho bo'lib, har bir sulolaning o'ziga xos ajdaho tomiri bor ekan. Ajdaho tomiri saqlanmasa, sulolada davomli mavjud bo'lib turdi ekan. Ajdaho tomiri parchalansa, sulolalar halok bo'ladi ekan. Suroyi ustasi bu ajdaho tomirini tepishga mas'ul bo'lib, ondan qo'g'dash yoki vayron qilishni tanlaydi ekan. Bularning hammasini Suroyi ustasi belgilaydi ekan. Ma'lum ma'nodan aytganda, Suroyi ustasini elimizning sulola o'sirish tarixining parda orqasiga ittirish kuchi deyishga bo'ladi ekan. Buningdan haqiqiy suv ustasining qanchalik iqtidori borligini ko'rib olg'ili bo'ladi. Tianjian yer sharoitini ancha bilib ketmaydi. Ammo Tang boboyning hashamatli turalg'usiga qarab, ko'zlari chaqnab, biror ishni his qilgan edi. Yinfang o'xshashli ko'zlarini oylantirib, bir necha qatim sap soldi. Garchi biz hammamiz o'xshash, bir ishni ko'zlayotgan bo'lsak-mu, ko'zlash nuqtamiz o'xshamaydi. Oddiy qilib aytganda, men butun gavdiga qarayman. U eshikning o'rniga, eshikning ikki tarafiga qaraydi. Bu Tang qasr darvozasining ikki tarafiga ikki tashtakni daraxt qo'yilgan bo'lib, xeyli chiroyli edi. Biroq Yinfangning qo'shimisi turilib, chiroyi totirib ketdi. Qandaq? Bu mening uyimning o'rni yomon emas-ku. Bu Yinfangdan ozroq imtihon ilish degan ma'noni bildirdi. Nimali degan bilan
Infang 100 ming yuan baho qo'ygan bo'lg'ashqa Tang oqsoqol cho'qim 100 ming yuanlik odamning haqiqiy iqtidori bor yo'lqini dangsab beqish kerak albatta. Siz bu yerga uy sağanda boshqalar sizga yer sharoitini ko'rsatib bermadimi? Infang qaytirib so'radi. Bu yani mening qadinas birodarim tanlab bergan. O'rni yaxshi. Avlodlaringni baxt saodatga erishtirdi degan. Dedi Tang oqsoqolmi yo'shirib o'ltirmay. Bu do'stingizning siz bilan adovati bormi? Tang boboyning qo'shimisi Shuhan turildi. Qizchaq, bu nima deganingiz? Infang so'qqina beshini chayqadi. Kechiring, mening ismim Yifang. Yana mening demoqchi bo'lganim nihoyatda oddiy. Do'stingiz sizga tepib bergan joy haqiqatan yomon emas ekan, lekin men uning masalasini o'ylashmaganligini bilmayman. Ya'ni bu yerning ilgari egisi bor edi. Bu yerning mulk huquqini yer egisiga rozi bo'lg'idek haq berib setib olgan. Hozirgi egisi men. Rostala sizmi? Undaqda sizning yeringizda nemishqa qo'g'ilg'il bo'lmaydigan choshqan bor? Dedi Infang so'qqina. Bu Tang boboy birilla mangdab turib qoldi. Uning chiroyi o'zgarib, oldirab so'radi. Siz bu yani choshqan o'si demoqchimi? Men bu Infangga hayronlik bilan tikilib qardim. Nima? Siz bilmamsiz? Aslida Tang oqsoqol bu yerning choshqan o'si ekanligini burli bilatdi. U choshqonlarni qo'g'liversa hech bo'lmaydi deb o'ylagan. Lekin o'ylamagan yerdan u choshqonlar Tang oqsoqol ko'chib kirgandan keyin o'ch elchiga boshlagan edi. Biroq Infang qandoq bilib oldi? U kelgili 1 minutdan bo'lmagan tursa. Infang so'zini davomlashtirdi. Oddiy qilib aytganda, bu yer sizlarning shahar rayonidagi bir qadar egiz joy hisoblandi. Sharq tarafda yo'l bo'yi hech qanday dalda narsa yo'q. G'arb tarafda bo'lsa bir sun'iy ko'l bor. Yer sharoiti nuqtasidan aytganda, bu yer omadlik deb qaraldi. Lekin do'stingiz bu nuqtani unutib qopti. Infang tuyuqsiz to'xtab qoldi. U atrofga qaradi. Men tabiiy qiziqib qoldim. Bu to'rt atrofda tarqoq daraxtlar o'rab turadi. Bu daraxtlar egiz bo'lmag'achqa, bu dachining manzarasini to'sib qololmaydi. Hatto bu yerni quyosh nurini to'sib qololmaydi. Ammo kishiga qandaqdir sovuqlikni his qildiradi. Cho'ng tipdagi vahimalik ovozliq asar O'lim poli. 1-kitob. 17-qism. Infang tuyuqsiz to'xtab qoldi. U atrofga qaradi. Men tabiiy qiziqib qoldim. Bu to'rt atrofda tarqoq daraxtlar o'rab turadi. Bu daraxtlar egiz bo'lmag'achqa, bu dachining manzarasini to'sib qololmaydi. Hatto bu yerni quyosh nurini to'sib qololmaydi. Ammo kishiga qandaqdir sovuqlikni his qildiradi. Infangning bir necha eg'iz kepi bilan Tang oqsoqolmi jiddiylashishga boshlagan edi. To'rt tarafdagi bu daraxtlar kamfora daraxiga o'xshaydi. Kamfora daraxti orqali soyni yiqqili bo'ladi. Odam yaqin atrofda tursa, tabiiy salqin his qilg'il bo'ladi. Lekin uyingizdagi choshqonlarmi bu xil daraxtni, bu manzarani yaxshi ko'radi. Uning ustiga ular turg'ili xili uzun bo'pti. Agar mening farzim to'g'ri bo'lsa, bu uyni sog'anda hodis chiqqan-ku deyman. To'g'ri, haqiqatan 3 odam o'ldi. Tang boboyning chiroyidan Infangga bo'lgan qoyiligi chiqib turadi. U Infang tarafidan o'zil-kesil bo'ysundirilgan edi. Tianjan ikkimiz bir-birimizga qarashib qoldik. Undaqda ustoz, sizningcha endi qanday qilsak bo'lar? Deb so'radi. Tang oqsoqol oldirab. Ikki amal bor. Birinchi, siz bu dachini chekib etib, amal bor asldagi holatiga qaytaring. Ondan kuchi yiqib, kala, cho'shqa, to'xu, yana ot beshini nazarchiroq bo'yimi qilib, chin ko'nglingizdan kechirim so'rang. U da 10 kun. Infang gapining yerimini qilib edi. Tang oqsoqol shu hamon oldirab eg'iz ochdi. Ustoz, yana boshqa amal bormi yo'q? Men bu yani ilish uchun nurg'un pul xarjladim. Hozir chiqarsam ziyon bek cho'ng bo'lib ketadi. Undaqda siz ikkinchi usulni tanladingizmi? Siz avval deb yiqing.
dedi oqsoqol o'ylanib. Shahar rayonida bu yerni elish uchun xeyli ko'p pul ketadi. Tang boboy albatta xohlamaydi. İkinci amal, siz o'zingizning makoningizda, ular o'zining makonida turdi. Bu qandaq bo'lg'ini? Shuncha ko'p chashqonlar uyda tursa, biz qandaq yashaymiz? Tang oqsoqol daraxt beshini chayqadi. Ro'shanki, bu ikkinchi loyihadan rozi bo'lmagan edi. Chashqon oz bo'lsa bir gap, lekin chashqon bak ko'p tursa, qandaq chiqishib o'tkili bo'ladi. Yinfan qo'shimimizni turib gap qolay deb turganda, uy ichidan bir erning ichinishliq vorqirgan ovoz anglandi. Chatoq o'g'lim! Tang oqsoqolning chiroyi o'zgarib, darhol etilib kirdi. Mehmonxona uydagi barliq uy jihozlarini chashqon yeb, abjiqni chiqarib etgan edi. Shkaf, xurum sofa ustida sanjoq chashqonlar turardi. Ularning ba'zilari bir narsa yeyotdi, ba'zilari uxlayotdi. Butunlay bu yerni o'ziga aylantirib olgan edi. Tang oqsoqol o'rindiqqa bog'lab qo'yilgan kiyimlari yirtilib ketgan bir yoshni chin quchoqlab olgan bo'lib, men bu yoshga qarab qo'rquvimdan titrab ketdim. Bu yoshning chiroyi g'alita, yuzi ushliq bo'lib, bayni chashqonning siyoqiga kirib qolgandek edi. Bu o'g'il qardab ketgan ko'zlarini bizga qo'rqinish bilan tikib qarab turardi. Meyqida ichilib qolgan eg'izdan xuddi mo'rdidak ichki tal ushliq tish chiqib qolgan bo'lib, noyatda uzun ham ushliq edi. Chashqonning haqiqatan g'azibi kelibdi. Uning tishi qaranglar, noyat ushliq chiqibdi. Meningcha, bir uyda ish boshlanganda ishchilar nurg'un chashqonni urib o'ltirib etgan bo'lishi mumkin. U ish chashqonning hozir o'chilish uchun sabab natija bo'lib qolgan gap. Barliq mavjudotlar bir sabab natijaga ahamiyat beradi. Agar bu chashqon olvasdan hech qanday sabab bo'lmagan ziyonkashlik qilguchi desak, undaqda biz uchimiz uni o'ltirsak ham bo'ladi. Lekin bu chashqonning sababi bor. Undaqda biz yeniklik bilan uni o'ltirsak, natija bizga yetkiladi. Bu yomon ish deb ataladi. Dedi Tianjan pichirlab. Qandaq? Qaysi xil usulni tanlaysiz? Ustoz, ikkinchi xil usulni yaxshiroq tushuntirib qo'ysangiz. Men sizning bu dachingizdan yer sharoiti eng yaxshi joyini tepib, uningga bo'lib beraman. Ikki taraf kelishim hosil qilsanglar, undaqda tabiiy hech qanday ta'sir bo'lmaydi. Bu Tang oqsoqol ishkilinib qoldi. Xotirjam bo'ling. U va'dasiga amal qiladi. Siz uning bilan kelishim imzolasangizlar, hech qanday masala chiqmaydi. Dedi Yinfang so'zini davomlashtirib. Ma'qul, qo'shildim. Tang oqsoqol tishini tishlab, beshini langshitdi. Ondan sal ansirab so'rdi. Lekin u hozir xolamdi. Men ilgari nurg'un chashqonni o'ltirgan. U hozir o'g'limni chaplashib oldi. Bu o'g'limning jinni og'in emasmi? Dedi. Siz qo'shilsangizlar, men uning bilan so'zlashaman. Bo'ladi. Sizlar uchinglar chiqib turinglar. Men uning bilan ayrim paranglashib baqay. Men asli Yinfangning bu chashqon jinga nima deydiganligini anglab boqmoqchi edim, ammo o'ylamagan yerdan u bizni chiqarib etdi. Yinfangni chashqon bilan xeyli uzun paranglashidi deb o'ylabdiman, ammo o'ylamagan yerdan 1 minutga yetmagan vaqt ichida Yinfang ifodasizla eshikni ichib chiqib keldi. U ma'qul bo'ldi. Men hozir uningga bir yerni tepib beray. Amsa avor qilgan bo'ldim, ustoz. Men rostli qiziqib kelayotdim. Yinfang uningga nimalarni dedi? Ishni mushunda qilib tez hal qilolmagandi. Men uningdan so'rab bo'g'icha, u bir kompaktni chiqarib, chiroy ifodasi yo'q holda izlashga boshladi. Shunda qilib yarim soatdan keyin uchimiz bu dachidan ayrildik. 1 soatga yetmagan vaqt ichida Yinfang 100 ming yuan topgan bo'ldi. Yinfang yiliqi chashqonga deb bergan joy noyat yaxshi bo'lib, yer osti uyi edi. Men u chashqonning qandoq ma'qul bo'lganligini bilmayman. Men barliq chashqonlarning tartibli holda yer osti uyga ko'chishga boshlaganligini ko'rganda, ko'nglimda hayron qilishdan boshqa g'angrab qoldi. Biz uchimiz gap qilmay minib, mashinaga o'ltirib qaytib, ondan taqqa chiqdik. Tianjan, degina, u qandoq hunar ishlatgandi? O'ylagan siri hech aqlim yetmadi. Nayt oson. Bu chashqon qissasilish uchun
Tang oqsoqolning oilasidagilarni o'ltirsa, keyin yanada jazoga tortiladi. Odam o'ltirish sababidan osmon ilohining g'azabiga uchrash albatta arzimaydigan ishda. Meningcha, har bir odamning, har bir jin shaytonning tanlashi o'xshash bo'lmaydi. Biroq aniqki, bu chashqan jin kelgusini tanladi. Qiziq ish. Chashqan chig'da kelgusi uchun yashash yo'li qoldirdi ekan. Albatta shundoq bo'lmay. 3 tog'dan o'tib, heliqi daraxt bor yerga kelganda soat 3-4 bo'lib ketgan edi. Yinfang oldi bilan yaqin atrofdagi ahvollarni tafsili ko'rib chiqdi. Oxiri u daraxtga tikilib qarab, uzun turgandan keyin oxiri eg'iz ochdi. Yaqin atrofning yer sharoiti g'alita. Qaranglar, to'rt atrofdagi daraxtlar bak egiz, bak cho'ng. Lekin u daraxt ko'rinarli kichik ekan. Uning ustiga boyi qarab baqsam, bu yer butkul tog'ning eng taskay tarbi, ya'ni bu tog'ning markaziy nuqtasi ekan. Odatda tog'ning markaziy nuqtasi quyosh nuri eng kuchli joy bo'lishi kerak. Sizlar bayqamadinglarmi? Bu yerga quyosh nuri faqatla tushmaydi ekan. Tianjan ikkimizmi bu gapni anglab, ondan bu nuqtani his qildik. Darvaqa mayli tush yoki tushdan keyin bo'lsin, bu yerga hech qanday quyosh nuri tushmaydi. Demak, bu yerda qo'g'dashqa tegishli qanday narsa bor? Uning ustiga bu narsa quyosh nurini ko'z bo'lmaydi. Dedi Yinfang so'zini davomlashtirib. Sizning demoqchi bo'lganingiz, bu yer ularning makonimi? Dedim heliqi tashqi tikilib turib. Meningcha shundaq. Yinfang beshini langshitdi. Uning ustiga bu xil yer sharoitini bildiganlar odatdagi odamlar emas. Odatdagi odam emas. Tianjan ikkimiz bir-birimizga qarashib qoldik. Chiroyimiz birdala o'zgarib ketdi. Agar buning ostida biror narsa bor desam, ustam, xotag'am, chin yog'ochchi, yana kent boshqa qatorliq 4 odamning hammasi bilishi mumkin. Ba'zilar ularning mahkiyatligini oshkorlab qo'yishidan ansirab, ularni bir-birlab o'ldirib o'tgan gap. Shu topda rasmdagi 4 odamning 3i o'lib bo'ldi. Faqat mening ustamla hayot. Undaqda ustam hozir qayerda? Yifang, sizningcha buning ichidagi narsa nimadi? Yinfang, sizningcha buning ichidagi narsa nimadi? Bir nima demak tas. Ish qilib quyosh nurini xolamaydigan narsa. Ey, oldingi kuni kechda ustam sana nima dedi? Tianjan tuyuqsiz mendan so'radi. Men kekashlab turib qoldim. Mendan yashirishning hojati yo'q. U kuni alvastadan boshqa yana ustamning paydo bo'lganligini biletdim. Shunga do'kon oldiga bir vosita o'rlashtirdim. Shunga u ishga kirolmadi. Dedi Tianjan salmoqliq bilan. O chog'i ustamning g'alati bo'sh ingrab qo'yishi ajablanarlik emas ekan. Uning ustiga do'konga bir qadam kirmagan. Texi meni uyga kirib, qutini elishga buyurgan. Ko'nglim yerim bo'ldi. Ustam yana meni oldigan edi. Men bo'lsam ustamga yon besib, menga yordam qilib kelayotgan Tianjanga gumon bilan qardim. Voy, bu yer qaranglar, toshni birisi yo'tkigandek qiladi. Dedi Yinfang toshning ostini ko'rsatib. Degandek tosh ostida ro'shan qor iz bor bo'lib, birisi yo'tkab joyiga agilib qo'yganda qiladi. Ko'nglimda gumon paydo bo'ldi. Ajaba ustammidi? Demak, ustam hozir buning ostida bo'lishi mumkin. Buning ostida zodi qandoq narsa bor? Ustam 3 odamning hayoti badliga zodi nimani yushirdi? Uchimiz bu toshni ishtirgil bo'lamdi yo'q sinab boqayli. Tianjan shundoq deginicha ikki qo'lini toshga tirab, neriga ishtirdi. Albatta, Yinfang ikkimizmi qarab turmay, birlikda kuchidi. Lekin bu tosh intayin yo'g'on bo'lib, uchimiz butun kuchimizni ishlatgan bo'lsaqmi, madr sidr qilmay demagan edi. Bak eg'irkan, ustam qandoq yo'tganda? Bo'lmadi, yordamchi izlayli. Men Tianjanning yordamchi izlash degan so'zning ma'nosini tegib tushunmay turibla, u so'ngkisidan bir parcha seriq qog'oz, qalam chiqarib qog'ozga noit tezla bir gigoyat odamni sizib chiqdi.
bu gigant odam noyda qobul, ikki qo'lida ikki tal palto bor edi. Tianjan, nima qilyapsan? Ajaba toshni yutkash uchun avliyon taklif qilish kerakmi? Tianjan savolimga javob bermay, bu seriq belgini qoram toshning ostiga yon to'qib qo'yib, ondan barmog'ini tishlab, barmoq uchidan qon chiqarib, qog'ozga temitib Absun o'qishga boshladi. Absunning ta'sirida qog'oz odam teri qo'nchoq uyunidek terilib qoldi. U qo'lidagi paltini ko'tarib shundoq chepibdi, butun qoram tosh qattiq silkindi. Buningga hayron qoldim. Bu yana qanday hunar? Uning yordam qilayli, dedi Tianjan birini ishora qilib. Meni hayron qoldirg'ini, boya uchimiz xeli kuchigan bo'lsaqmi, madrasada qilgan tosh yordamchining kuchi bilan asta-asta yo'tkalgan edi. Endi qaysang bo'ladi. Tianjanning buyrug'i bilan qog'oz odam lopli qilib o't ilib kuyga oylandi. Qaltis qaramating borkan, a? Tianjanga qoyilligimni bildirdim. Qaltis degilim bo'lmaydi. Vaqti kelganda neni hunarlarini ko'rsan texe. Mağımı ögütüp qo'ya. Taş osti qop-qorong'i o'nkir bo'lib, quduqqa o'xshash edi. Bu taqqa talay qatim kelib, bu yerda o'nkir borligini ajab bilmaydi ekanmiz-ku. Buni soda kim qo'liga? O'nkirning tegiga yetkilib bo'lmaydi. Yinfang o'nkirga qarab, bu yerning yer sharoitini yana bir qatim tafsiliy tahlil qildi. Bir quruq, 3 su, 9 muzakkar muannas. Bu ajrha bo'lgan. Yinfang hayron qoldi. Hey, yaqindan bo'yan bu yerda qurg'oqchilik bo'ldimi? Yo'qay, doim yomg'ir yog'di, dedim men ululla. Undaq bo'lsa to'g'ri bo'lmaydi. Ejderha buluqining qurib ketganiga xili uzun bo'pti. Qoida bo'yicha aytganda, sizlarning bu yerda oz deganda 1 yil qurg'oqchilik bo'lish kerak. Acaba buning roli qanmaganmidi? Yinfangning ko'zlari chaqnab ketdi. U atrofning yer shaklini yana bir qatim inchiklik bilan tahlil qildi. Ammo gumonini beshini chayqadi. To'g'ri emas. Bu yer tashlanib qolgan emas. Osti qurib ketgan bo'lsa, undaqda bu yerning atrofida qurg'oqchilik bo'ladi. To'g'ri emas. To'g'ri emas. Yinfangning chiroyida gumon paydo bo'ldi. Boya u tilga olgan ajdaho buluqi suv rayini menmu tushunmadim. Oddiy qilib aytganda, bir joyning suv o'rnini ko'rsatish belgisi deganlik, agar ajdaho buluqi hozirgi holatini saqlab qolsa, cho'qim bir tarafning havosi yaxshi bo'ladi. Ammo suv o'rni tövallab ketsa, qurg'oqchilikning beshorti bo'ladi. Tog'dagi Chashqanjin bu yerda 19 yil ilgari bir qitim qurg'oqchilik bo'lgan degan. Buning yer ajdarho buluqi bilan munosabati bormi? dedi Tianjan. Menmu Yinfangga qiziqib qardim. 19 yil ilgari? Shundoq, Chashqanjinning deyishicha 19 yil ilgari qurg'oqchilik bo'lganda Jang Daoling bu yerga kelgan. Ondan bu yerda noyat qattiq qor yoqqan. Avliyo Jang Daoling? Yinfang hayron qoldi. Ejderha buluqi qurib ketsa, undaqda bu yer cho'qim qurg'oq bo'ladi. Undaqda shu chaqda Jang Daoling bu yerga kelib, bu yerning yer sharoitini yoshirin o'zgartganmidi? Ikkisining paringini o'ntinsiz anglab o'tib, chashqan olvosning kaydin qilgan gapini o'ylab qoldim. U Jang Daoling kenti. Bu yerda qattiq qor yog'di. Ondan men bu yerga sababsiz tashlanib qoldim. Acaba ota-onam meni bu yerga tashlab qo'yganda alohida ko'z bo'yamchilik qildimi? Bu nuqta haqiqatan g'alati edi. Bularni deyishmayli, biz avval tushib ko'rib boqayli, dedi Tianjan pastga qarab. Yinfang ikkilanib turib qoldi. Bu yer nimali degan bilan ejderha buluqi, suv o'rni. Ya'ni ostidan har vaqt yer osti suvi chiqib ketishi mumkin. Uning ustiga bu o'nkirning 5 kilometrmi intayin qalaymqan ekan. Shunga biz ehtiyot qilishimiz kerak. Yinfangning degani to'g'ri. Agar tuyuqsiz suv o'rlab ketsa, noyat cho'ng xatar hisoblanadi. 5 kilometrga kelsak, bu bir cho'ng masala. 5 kilometr qalaymqan bo'lsa, siz yo'ldan ezib kelishingiz mumkin. Agar ostida 10-15 kun qapsilib qolsangiz, ta'lingiz o'ndan kelib o'lmagan taqdirdami, u bir xil tirik azob hisoblanadi. Amasa, men avval yo'lni tekshirib boqay.
Tianjin bir parcha seriq belgini yirtib, bir qog'oz odam hosil qilib, ondan absun o'qib, qog'oz odamga qaritib puylab qo'ydi. Men uning qo'lidagi qog'oz odamning yig'och qo'nchoqqa o'xshash midirilganligini ko'rdim. Tianjin qo'lidagi qog'oz odamni yerga qo'yib edi. Bu qog'oz odam bir necha qadam minib, o'ngirga sakrab tushib ketdi. Cho'ng tipdagi vahimalik ovozliq asar O'lim poli. 1-kitob. 18-qism. Tianjin bir parcha seriq belgini yirtib, bir qog'oz odam hosil qilib, ondan absun o'qib, qog'oz odamga qaritib puylab qo'ydi. Men uning qo'lidagi qog'oz odamning yig'och qo'nchoqqa o'xshash midirilganligini ko'rdim. Tianjin qo'lidagi qog'oz odamni yerga qo'yib edi. Bu qog'oz odam bir necha qadam minib, o'ngirga sakrab tushib ketdi. Tianjin bo'lsa ko'zini yumib olib, xuddi to'xtamay uchirib qabul qilayotgandek qiladi. 1 minutdan keyin Tianjin ko'zini ochdi. Buning osti nihoyat cho'nqur. Taxminan necha 100 metr keladi ekan. Uning ustiga osti tabiiy erigan o'nkir bor bo'lib, intayin g'alit ekan. dedi. Qanchalik cho'nqur bo'lsa-mu, tushib ko'rib boqayli. dedim men ishkilanmayla. Yinfang bir ig'izmi gap qilmadi. Ammo chiroyida yanada ozroq qiziqish bor bo'lib, ro'shanki ajdarho buluqining normalsizligi uningga qiziqishni qo'zg'agan edi. Undaq yaxshi. Men avval tushay. Sizlar agishinglar. Tianjin shundoq degach so'mkasining qo'lchiriqini chiqarib, og'zi bilan tishlab, ondan pastga seyrilishga boshladi. Baxtga yarasha bu o'nkir cho'ng emas bo'lib, bir odam qo'li bilan ikki tarafni terab serilsa ondan tushgili bo'ladi. Bo'lmasa, org'amchi yo'q sharoitda ostiga tushish mumkin emas edi. Uchimizning ichida aniqki mening mahoratim eng nachar. Bu necha 100 metrmi men uchun bir cho'ng raqobat. Mening gap qilishimni saqlamayla Yinfang qo'l bilan terab tushib ketdi. Bundoq tushish usuli bilakning kuchini sinaydi. Uning harakati pek aniq. Men sirtqi qiyofati muloyim, nozik bir qizning bundoq kuchli ekanligini o'ylab boqmabdiman. Ichimda ochiq kulib qo'ydim. Qarsam, har ikkisi tushib ketibdi. Menmi tezroq yetishim kerakda. Qo'limni ulab, ikki tarafdan terab asta-asta pastga qarab seyrilishga boshladim. Bu o'nkirning tomlari o'ng'il-do'ng'il bo'lib, bu dal putimning tayinish nuqtasi bo'lishga qulaylik edi. Taxminan yarim soatdan keyin ikki putim og'ir yerni dasadi. Erib, putim titrab bo'lolmay qoldim. Qaraganda men badanimni yaxshi chiniqtirsam bo'g'dak. Buningdan keyin bundoq jismoniy emgak barg'ansir ko'payishi mumkin. Cho'nqir nafas ilib, osirki yer shakliga sapsilishga boshladi. Lekin atrof qorong'u bo'lg'ashqa hech nimani ko'rolmay qoldim. Oldimga necha qadam minib, Tianjinning qo'l chiroqning bir yerga tanglab turganligini ko'rdim. Yinfangmo Tianjinning yonida untinsiz ro'shanki ular bir nimani payqagan edi. Tianjin yoqqan qo'l chiroqning kuchli nuri yerni yo'ritib turardi. Qiziqib, ildan berib qaradim. Yerda taxsi cho'nqidek beli qasirqiga o'xshaydigan bir narsa parqirab yotadi. Bu nima narsa? Tianjin gap qilmay so'ngsiyib o'ltirib, bu narsani qo'liga ilib purab baqdi. Beli qasirqidek qiladi. dedi Yinfang o'ziga pichirlagandek past ovozda. Nima? Men tag'i xato anglab qoldimmikin deb hayron qoldim. U yer burun buloq ko'zi bo'lgan ekan, beliq bo'lishi normal ish. Lekin hayron qolganim, taxsidek cho'nliqdagi beliq qasirqi zodi nimaning qasirqi? Bunda qasirqi bor narsa qanchalik cho'nliqda bo'la? Tianjin beshini chayqab eg'iz ochdi. Buni jazmlashtirib bo'lmaydi. Bu qasriq noy sisiq turadi. Uning ustiga qasriq bor hayvonlar yolg'iz beliqlar emas. Buni anglab sal gangirab qoldim. Suv ostida qasriqi bor beliqdan boshqa yana nima bor? Tianjin, to'liq gap yuribmisan-chu? Digina yana nima bor? Taqatsizlik bilan so'radim. Tianjin menga bir qarab o'tgandan keyin darhol ko'zlarini qo'lidagi qasriqqa tikdi. Suv ostida yashaydigan jonliqlar nihoyat ko'p.
timsohning qasırıqı bor. Su yılının qasırıqı bor. Yana ejderhaningmi bor, to'g'rimi? dedi Yinfang nihoyatda tezla. Nima? Qo'rqib ketdim. Ejdaha? Bu dunyoda rostla ejdaha bormidi? Bu yer ostiga zodi qanchalik cho'nglikda? Ejdaha uchun qilib bo'ladi. Tianjian beshini lingshitdi. Shundoq, shuncha ko'p narsalarning qasırıqı bor. Hatto biz aslo bilmaydigan ba'zi jonliqlar ham bor. Shunga buningga hukm qilg'il bo'lmaydi. Bu buloq suyining qurib ketganiga xili uzun bo'ldi. Balkim ayni chaqda bu qasroqning egisi qaytadan boshqa joyga ko'chib ketgan bo'lishi mumkin. Buningmi asosi bor. Suvga tayinib yashaydigan narsa suv bo'lmasa tabiiy suvga agishib mangdi. Bo'ldi. Bu haqda mushunchalik talata chiqib turayli. Bu yer xilli cho'ngdaq qiladi. Vaqtni ching tutib tekshirishimiz kerak. Dedi Tianjian qo'lidagi qasroqni bir chetga qo'yib. Shundoq, bu yer haqiqatan cho'ngan. Vaqtni ching tutaylik. Dedi Yinfang uning gapini ma'qullab. Bag'in. Tianjian so'mkadan seriq qog'oz ilib, chaqmoq tezligida bir qog'oz odam yosidida nimalardir deb absun o'qib menishga belgi berdi. Bu o'nkir haqiqatan cho'ng bo'lib, nimalar borligi bizga noma'lum. Bunda qog'oz odam yo'l chorlasa, tabiiyla bexatar bo'ladi. Uchimiz Tianjian yo'rtgan qo'lchiroqning kuchli nuriga agishib, o'nkirga ishkirlab menishga boshladi. Amaliyotda bu o'nkirning boshqa o'nkir bilan ancha cho'ng farqi yo'q bo'lib, faqat bu o'nkirning devori ilgari suvning yolishi bilan siliq ham farqiroq ko'rinadi. Mang'ach Tianjian hijib turib eg'iz ochdi. Agar 19 yil ilgari Jangdaoling taqi chiqqanda, balkim bu yerga kelgan bo'lishi mumkin. Üçümüz bilib bilmay avliyo hidiga erishib qoldik mana. Bu ishlarga qancha yil bo'ldi? Seningcha yana avliyolik hidi bormi? Buningga bir nima degan bo'lmaydi. Jangdaoling bizning tariqatchilarning avliyosi. Men doim qadimiy kiyimlarni kiygan bir erning xo'shazmin sargardon bo'lib yurganligini anglayman. Lekin bu erning rivoyatlariga Jangdaoling yoki emasligini bilmayman. Mushunda qismi bor degina. Uning gapiga qiziqib qeybatdim. Bu zamonlarda yanada qadimki kiyim kiydiganlar bor desa, hech kimning ishongisi kelmaydi. Bor bo'lsa-mu, bir bo'lsa muhabbatning ayrilishga chidamay, tarki dunyo bo'lib chiqib ketgan oshu Majnun. Yana biri bo'lsa, xizmat besmi eshib ketgan Sarang bo'lishi mumkin. Agar rostla chashqan jin degandek Jangdaoling bu yerga kelgandan keyin qor yoqqan bo'lsa, shu chaqda men paydo bo'libdiman. Balkim Jangdaoling mening kechirishimni bilishi mumkin. Hatto mening o'z onamni ko'rgan bo'lishi mumkin. Navbatda Jangdaoling uchrab qolsa, onamning kimligini bila olmayman. Ham topa olmayman. Uningdan meni nima uchun tashlab ketganini so'rayman. Albatta, u katta avliyo, bir ustoz. Tianjian shundoq degash Yinfangga qaradi. Yinfang, sizningcha bu ishni siz ma'lagansiz? Bu ish haqiqatan bor. Lekin Jangdaoling shumi emasmi bir nima demak tas. Ha, shundoq. Jangdaolingni hech kim ko'rib baxmagan. Ming necha yil ilgari Jangdaolingni tuniydiganlar allaqachon o'lib ketgan. Jangdaoling oldimizda paydo bo'lgan taqdirdami, biz uchimiz tuniy olmaymiz. Tianjian balib qo'yibdi. Men kulib turib beshimni chayqadim. Bu gapim xato bo'lib qoldi. Agar Jangdaoling sizlarning tariqatchilarning avliyosi bo'lsa, u avliyo bo'lgandan keyin bu xil odamning chiroyi g'alati bo'lib, qarmoqi odatga ko'rinsa-mu, lekin falsafam bo'yicha bir xil g'alati qiyofat bo'ladi. Agar men ko'rib qolsam, uning salohiyatini tunyamsam-mu, lekin men uni oddiy emaslik his qilaman. Bunda odamga tabiiy diqqat qilaman. Poni zang salmay atadigan bo'lsan-ku. Po atmidi. Hozir falsilishda sal cho'ltiroq bo'lsam-mu, har holda xil yomon emasman. Rost gapni qilsam, ustaning falchilik iqtidori seninkidan yuqori. Sen cho'qim g'ayrat qilishing kerak. Tianjian ikkimizning parini noyta qizg'in edi. Ammo Yinfang noyta oz gap qiladi. Uchaylan menib taxminan 10 minutdan keyin Tianjian tuyuqsiz to'xtab qoldi. Chiroyi sal tashvishlandi.
Nim bo'ldi? Qog'oz odamim yo'qolib ketdi. Men his qilolmadim. Bu yerda bizdan boshqa odam bor demoqchimi? Yinfangning chiroyi o'zgardi. Shundoq. Bo'lmasa men hozir yasagan qog'oz odam, hatto odamni o'ldiradigan tursa, qandaqsiga tuyusi yo'qolib ketadi. Tianjan menga qaradi. Balkim seni ustang bo'lishi mumkin. Demakchi bo'g'ina, ustam bizni ogohlantiryapti. Shundoq deyishga bo'ladi. Ustam bizni qotil olvostiga aylantirib qo'ygudek, bu o'kir zot nima bo'ldi? Ustang uchimizning bu yerga kelganligimizni pal silib bilib bo'lgan bo'lsa kerak. Shavtian, sen ustaning qayerlikini pal yechib bilalamsan? So'rdi Tianjan mendan. Beshimni chayqadim. Men texi bu darajaga yetmadim. Men hozir faqat qiyofatga qarab, 4 xil usul bilan palochiman. Odamning o'rnini belgilash, odam izlash degandeklarga cho'lta. Undaqda biz uchimiz ehtiyot qilaylik. Ustang 3 odamni o'ldirib, bu maxfiyatlikni yushirishdan yanmadi. Hozir bizmi uning o'v nishoni bo'lib qolgan bo'lishimiz mumkin. Yinfang beshini lingshdi. Ustam rostli meni o'ldiramdi. Ilgari men hargiz bundoq o'ylamaydim. Lekin u mening org'amchimni bir qatim kesib bo'ldi. Tianjan yana bir qog'oz odam yasadi. Ammo bu qatim Tianjan qog'oz odamni pek yiroqlashtirayotmadi. Uchimiz gap qilishmadik. Yo'l bo'yi ehtiyot bilan oldiga qarab mangdik. Bu o'nkirning qanchalik uzunligini bilmayman. Ishqilib 2-3 kilometr mangandan keyin uchimiz tuyuqsiz to'xtab qoldik. Chunki yo'l chorlayotgan qog'oz odam mangmay turib olgan edi. Yana nima bo'lgandi? Oldimizda och o'nkir paydo bo'ldi. Pichirildi Tianjan ostog'ina. Darvaqa ko'z oldimizda ikki och o'nkir bor bo'lib, qorong'u yer ostida qaysini tanlab menish tas edi. Tianjan bir necha eg'iz pichirladi. Yinfang qo'shinimizdan turib, ikki o'nkirga tikilib qaradi. Bu yerdagi 5 anasir nihoyatda qalaymiqon bo'lib, yer sharoitini hisoblag'ili bo'lmaydi. Men atrofni bir necha qatim kuzatgandan keyin Tianjan bilan Yinfangga qaradim. Amal yo'q. Ishkinglar yuzinglardagi niqobni g'oyib qilsanglar, men sizlarning chiroyinglarga qarab hisoblab chiqay. Bir odamning taqdiri menga nurg'un uchlarni beralaydi. Keyin qanday qismat duch kelganligini, qaysi tarafga maqsad qanday iqboldiganligini yuzlarni hisoblash orqali bekitishda har holda hündirim xili pishqan edi. Biroq bu ikki odam sal kasbcha. Ular o'zlarining hunari orqali yüzünü niqoblab olgan bo'lib, mendek birinchi darajalik rambolni ko'ranmaydigan qilib qo'ygan edi. Buning unumi yo'q. Bo'ldi qiliq. Yinfang keskin rad qildi. Uning rad qilishining asosi bor. Nihoyat oddiy. Masalan, men bir odamning chiroyiga qarab, uning qanday kesilib borligini, kimni yaxshi ko'radiganligini bila olmayman. Tianjan bir oz o'ylanib olgandan keyin ko'zini yumib, apsini o'qigandek qildi. Men Tianjanning yuziga tikilib qaradim. Bir mahal quvalashgandan keyin oxiri uning yuzini aniq ko'ra oladigan bo'ldim. Men Tianjanga o'ngirga necha metr ishkirlab kirib, menga peqishni ishorat qildim. Tianjan birinchi o'ngirga kirib, bir necha qadam mang'andan keyin men burilib uning chiroyiga tikilib turib, tafsiliy tahlil qilishga boshladim. Bu chaqda men faqat uning hayotini ko'rsamda bo'ldi. Odatda odam taqdirining yaxshi yomonligi, omad talay, amaldorlik degandeklarga bog'liq bo'ladi. Tianjanning yuzining ko'rsatcha uning hayoti nihoyatda yo'riq ham qizg'in bo'lib, bir qora-puroq paydo bo'ladi ekan. Demak, bu yo'lda manganda xatarga yo'liqishi mumkin ekan. Men gumonlanib, Tianjanni yana bir o'ngirda mengishga ishorat qildim. U shu bo'yicha ikkinchi o'ngirga bir necha qadam ishkirlab kirgandan keyin qaytib chiqdi. Bir necha minut saqlagandan keyin uning taqdirida ozroq o'zgarish bo'ldi. Lekin nihoyatda g'alati ish. Tianjanning taqdiri asliga kelib, borgan sari yurib ketdi. Ya'ni bu yo'ldan mangsa, balkim biror omadga, boylikqa erishishi mumkin. Bu ikki yo'lning birinchisi xatarlik,
u aniqki mening ustam mangan yo'l. Biz tabiiyla ustamga ergishib mangamiz. Ammo ikkinchisi g'alita. Ilgari yer osti daryosi edi. U yerda qandoq boyliq yo'shingandi. Ikkilanib qoldik. Zodi qaysi yo'lda menish kerak? Men boyiqi taytlilimni Tianjin bilan Yinfangga so'zlab berdim. Ular buni anglagandan keyin bir-biriga qarashib qo'ydi. Chiroyidan jiddiylik chiqib turadi. Tianjin angsiz holda ikkinchi o'ngirga bir necha qitim qarg'andan keyin dedi. Seningcha bu yo'lda maqsad biz nimaga erishimiz? Boyiqi chiroyidan qarg'anda boyliq erishimizga gap yo'q. Biroq konkret nimaligini men bilmayman. Undaqda buningdichi? Tianjin birinchi o'ngirga qaradi. Ustangning birinchi o'ngirga kirib ketganligini jazmlashtirib olamsan? Shundaq, yetti urish desam bo'ladi. Ustam bu yerdagi bir narsani, 3 odamni o'ldirishni yanmay qo'g'dayotdi. Biroq meni hayron qoldirgani, u zoti nima narsidir? Tianjin beshini langshitdi. U Yinfangga qarab, "Sizningcha qaysi yo'lda mangayli?" deb so'radi. Yinfang o'ylanib olgandan keyin eg'iz ochdi. Birinchi, avval ustozni tepib, ondan bir gap bo'lsin. Bo'ladi. Birinchi yo'lga mangayli. Biroq Shotyan, xatar yuz beradi degan ekan, ko'pchilik ehtiyot qilinglar. Mening boshqa fikrim yo'q. Shu topda ustamni tepib, odam o'ldirib, qo'g'ilgudek bu yerda zot nima bor deb so'rab baqim kelyapti. Oldida Tianjin o'tirdi men. Kaynida Yinfang xatar bor deb faraz qilingan o'ngirga qarab menishga boshladi. Men aslida tuyuqsiz yuz bergan xatarning oldini olish uchun kaynida mangmoqchi edim. Lekin Yinfang maqsadsiz holda eng kayniga o'tib ketdi. Bu ularning meni qo'g'dash uchun org'a ilib olganligini bildiradi. Bu mening bu so'g'uq muomala qiladigan ayolga bo'lgan qarashimni xilida o'zgartirdi. Bu o'ngirda hech qanday o'zgarish yo'q. Lekin biz uchimiz yangi kirgan chog'dagidek ozoda emas edik. Yo'shirni xavf atrofimizda bo'g'ashqa unimizni chiqarmay ehtiyot bilan kevatdik. Bu xatar bizni eg'ir yorlantirib qo'yishi, hatto o'lib ketishimiz mumkin. Shunga ehtiyot qilmasak bo'lmaydi. Uchimiz bu yo'lga kirib uzun o'tmay, o'ngir temidagi ba'zi narsalar diqqatimizni tortdi. Xuddi husn xat va rasmda qiladi. Bu yer osti o'ngirda qandaqisiga husn xat va rasmlar bo'ladi. Cho'ng tipdagi vahimalik ovozliq asar O'lim poli. 1-kitob. 19-qism. Bu o'ngirda hech qanday o'zgarish yo'q. Lekin biz uchimiz yangi kirgan chog'dagidek ozoda emas edik. Yo'shirni xavf atrofimizda bo'g'ashqa unimizni chiqarmay ehtiyot bilan kevatdik. Bu xatar bizni eg'ir yorlantirib qo'yishi, hatto o'lib ketishimiz mumkin. Shunga ehtiyot qilmasak bo'lmaydi. Uchimiz bu yo'lga kirib uzun o'tmay, o'ngir temidagi ba'zi narsalar diqqatimizni tortdi. Xuddi husn xat va rasmda qiladi. Bu yer osti o'ngirda qandaqisiga husn xat va rasmlar bo'ladi. Tosh ustiga sızılgan oddiy husn xat va rasmlardan hayron qoldik. Uning ustiga qaramoqqa o'ymadak emas, balki o'tkir qural bilan bevosita sızılgan edi. Yinfang o'ngir temirga husn xat va rasmlarni qo'li bilan silab turib, o'z-o'ziga pichirladi. Az degandimi 30-40 yil, hatto uningdan uzun bo'lgandek qiladi. Bu husn xat va rasmlarga oz degandimi 30-40 yil bo'lgan bo'lsa-mu, lekin u chaqlar bu yer yanada suv bilan to'lgan yer osti daryosi deyman. Bu rasmni qandoqmi u vaqtda sızg'il bo'lsin? Biror odam g'avvoslik kiyimini kiyib rasm sızganmidi? Shundaq, 34 yil ilgari bu o'ngirda suv ko'p ham cho'nqur edi. Demakchi, bu o'ngirdagi husn xat va rasmlarni odam sizmagan bo'lishi mumkin. Dedi Yinfang keskinlik bilan. Odam sizmagan bo'lsa, undaqda kim sizdi? Uni qaranglar.
Yinfang uning ichidagi bir parcha rasmga qaradi. Bu rasm oddiy bo'lib nihoyat abstrakt edi. Lekin bir hayvonning rasmi ekanligi aniq edi. Bu hayvon toshbaqiga o'xshaydi. Lekin beshi bug'uning beshi, tirnaqi buruk tirnaqi bo'lib, quyruqida uchliq tikini bor edi. Dömbesirga toshbaq qepidimi bir necha uchliq mix bor edi. Lauba? Shundaq. Yinfang beshini langshitdi. Anglab, gangirab so'radi. Lauba degan nima? Bizmi aniq bir nima deyolmaymiz. Ya'ni qarab baqqandan keyin aytib beray. Qo'lchiroq nuri o'nkir temidagi rasmni aniq yo'rtib turadi. Bu g'alati hayvonning suratidan keyin bir necha parcha rasm xuddi kundalik xotiraga o'xshash bu g'alati hayvonning turmushini tasvirlab bergan edi. Uning ichidagi bir parchasini nima qilarini bilmay qoldi. Faqat bu g'alati hayvonning bir pansi bilan bir qadimki bambuk tarishini yana bir qo'lida bir istakani tutib turganligini ko'rdim. Bu turqi xuddi Spartakning bir qo'lda telefon tutib choy ichganga o'xshaydi. Ammo bir necha parcha turmush rasmi o'tib ketgandan keyin uning ma'naviy muhiti o'zgardi. Keyingi rasmda bu g'alati hayvon yo'q, balki bir daryo sızilgan. Daryoda suv nihoyat ko'p bo'lib, keyingi rasmda bu daryodagi suvning yarmini qolgan. Yana bir parchadan keyin bu daryo qurib, toshliq daryo qini ko'tarilib qolgan edi. Ajaba sizg'ini 19 yil burungi hiliqi qurg'oqchilikmi? Qalbimda sarosima paydo bo'ldi. Tianjan hayron qoldi. Keyingi bir partisi meni texmo hayron qoldirdi. Bu g'alati maxluq daryo bo'yida turib, qurib ketgan daryo qiniga qarab turadi. Yuzlari hasrat bilan to'lgan edi. Ammo uning keynida qadimki kiyim kiygan bir rasmning bo'lungida paydo bo'ldi. Keyingi bir parcha suratda bu g'alati hayvon bilan qadimiy kiyimlik yuz turani ko'rishgan. G'alati hayvonning chiroyida xushallik aks etgan. Bu odam bir nimalarni da'vatni qiladi. Lekin meni hayron qoldirgani bu qadimiy kiyimlik erning chiroyi sezilmagan bo'lib, faqat bir iznasli bor edi. Zhang Daoling? Tianjan o'z-o'ziga pichirladi. Bu Zhang Daoling shumi? Yinfang bu rasmni silab hayron qoldi. Bu rasmning rangi burunqidan qiyinroq, vaqti qisqaroq, 20 yil atrofida bo'lishi kerak. Bu gapcha heliqi favqulodda qurg'oqchilik ofatida rivoyatlardagi Zhang Daoling rostlik kaptida. Amsi manchu. Men qandoq paydo bo'lib qoldi? Ko'nglimda taqozolik bilan yana bir parcha rasmga qaradim. Ammo bu rasmda qadimiy kiyimlik erning bir do'ta yasayotganligi, sahnaga 5 bayroq qotilganligi, qadimiy kiyimlik erning qo'lida ikkita bayroqning borligi orqa ko'rinish qilingan edi. Yomg'ir chaqirish tasvirlanganmidi? Zhang Daoling yomg'ir tilayotgan bo'lsa kerak, dedi Tianjan. Keyingi surat op-oq qor lapildab turgan ko'rinish bo'lib, qadimiy kiyimlik bu osmonga qarab turardi. Bir chetdagi g'alati hayvonning chiroyidan nima uchun yomg'ir tilsa qor yog'adi degan hayronlik chiqib turardi. Ammo keyingi rasm ramkasida hech nima yo'q edi. Ajaba, sizga ulgurmaganmi? Yoki sizni unutib qolganmidi? Shodiya, qara. Tianjan hayronlik bilan kuchli nur qo'lchiroqni keynidagi bir necha parchani ko'rsatdi. Bu 5 parcha rasmning hammasi bir ko'rinishgan. Birinchi parcha rasm tog'dagi qorgan. Orqadan bir qator oyoq izi paydo bo'lib, bu oyoq izining egisi yo'q edi. Uchinchi parcha rasm bo'lsa, meni hongtong qoldirdi. Lapildab yig'iyotgan qilin qorda yo'gagan bir bovoq yerda yotadi. Usti qorga ko'milib ketgan edi. U bak to'nlab ketgachga to'xtamay yig'lab yotadi. Bir-biri daraxtning orqasidan chiqib, bovoqni cho'rdab o'ynab, ondan badani bilan bu bovoqni illatdi. Bu bovoqning qo'risiq ichib ketgan bo'lsa kerak, u bo'ri tipchaklab ematdi. Bo'rining chiroy ifodasi noyta muloyim edi. Bu bovoq men shumi? Lekin men qandoq kelgan?
ko'zni yumib ochguncha qalbimda hasrat va tashvish giralishib, ko'z joniqim birdilla qizirib ketdi. Ammo keyingi rasm meni texmo gumonga soldi. Ko'rinishda bu tishi bo'ra yenila bu bovoqni beqib olgan bo'lib, u ozroqmi ehtiyot qilmagan, lekin uning keyindan qurol tutgan 4 er paydo bo'lgan edi. Qurol ko'tarib olgan bu 4 er bu tishi bo'rini o'rib oldi. Ularning ichidagi bir er bu tishi bo'riga bir nimalarni deganda qilatdi. Bu erning chiroyi nihoyatda so'g'uq bo'lib, qolgan 3 bo'lsa bo'riga yirtqichlardek tikilib turardi. Bu tishi bo'rining chiroyidan tirikishayotganligi chiqib turardi. Eng oxirida ona bo'ri quchqidagi bovoqni bir necha qatim yalab qo'yib, bovoqni qo'yib o'rmonlikqa kirib ketdi. Bu ona bo'rining eng oxirgi bir ko'rinishi keyingi yongan ko'rinish bo'lib, uning ko'zlaridan qiyolmaslik chiqib tursimi, noiloj ketib qolgan edi. Eng oxirgi bir parcha rasm bo'lsa, bu er bu bovoqni quchoqlab tog'dan tushgan ko'rinish edi. Ustang opangni seni topshirish qistidi bu. Dedi Tianjan cho'nqir bir tinib olgandan keyin. Men chiroyim murakkablashib ketdi. Opam meni ustamga topshirib bergan o'xshaydi deb o'ylabdiman. Rasmda ustamning majburiy olib ketganligi aniq tasvirlangan edi. Rasmdagi qolgan 3 odam kent boshlig'i Xitoy bilan jang yog'ochi bo'lishi mumkin. Ustam mening hayotimga palsilab meni tortib olganmidi? Aslida ustam meni kichikimdan tortib beqib cho'ng qilgan bo'lsa-mu, lekin men hozirgacha uning maqsadining nima ekanligini bilmaydim. Men izchil turda meni faqat ota-onam tashlab-etdi deb o'ylaydim. Lekin meni tashlab-etgan heliq rasm quruq ekan. Bu oraliqda zoti nima yuz berdi? Ochiq kuldim. Ko'nglimda hozir faqat bo'ri opamga tashakkur aytaman. U menga izchil yaxshi muomala qilib kelgan edi. Ansirma. Men sana amra bo'lib, kechirmishingning sirini ichib, o'z ota-onang tepishingga yordam beraman. Dedi Tianjan tasalli berib. Men beshimni lang'ishdim. Qaraganda, seni kechirmishlaringni jang davolidan boshqa yana umi bildi ekan. Tianjan rasm ustidagi hiliqi g'alati hayvonni ko'rsatib turib dedi. Shundaq. Lova bilishi mumkin. Izchil gap qilmagan Yinfang eg'iz ochdi. Siz ejderhaning 9 o'g'li borligini bilishingiz kerak. Ular bir-biriga o'xshamaydi. Rasmdagi bu hayvon ejderhaning shakli. Rivoyat qilinishicha, uning xarakteri nazokatli bo'lib, husni xat va rasm chizishni yaxshi ko'rdi ekan. Hozirgi ahvolga qaraganda, yerdagi rasmlarning hammasini u chizgan bo'lishi mumkin. Albatta, bu faqat faraz. Lekin bu yerning qurib ketganiga 10 necha yil bo'ldi. Bu yerda ilgari rostilla tashbaqaga o'xshaydigan hayvon bo'lgan taqdirdimi? Hozir yana nega ketgandi? Agar bu yerda ilgari rostilla lova turgan bo'lsa, ustingizning nimaga erishmoqchi bo'lganligini bildim. Dedi Yinfang hayajonlangan holda. Nimaga erishmoqchi? Tianjan ikkimiz tangni so'rdi. Yinfang so'zini davomlashtirdi. Rivoyatlarda aytilishicha, lova yangi tug'ilganda xattatlik va rassomlikqa bak qiziqadi ekan. Bu tarbiya uning o'z onasiga bak o'xshaydi ekan. Ejderha ana buningdan xursand bo'lib, o'g'liga bir sovg'at berishni o'ylabdi. Shuning bilan u taraf-tarafga chepib yurib, bir necha oy vaqt sarf qilib, Sharqiy jin sulolasi davridagi xattatlikqa kamolatlikka yetgan bir kishini tepibdi. Wang Shiji ma? Shundaq. Wang Shiji ayni chog'da u dongli xattat edi. Lekin sizlar Wang Shijining boshqa bir salohiyatining borligini bilmaysizlar. Tianjan kulib qo'ydi. Men mu Yinfangga qiziqib qaradim. Wang Shiji amaliyotda tariqatchilardan bo'lib, tariqatchilarni nihoyat hurmatlaydi. Uning xattatlik tadqiqotimi ko'pincha tariqatchilar bilan munosabatli edi. Uning ustiga u chog'da tariqatchilar to'g'risida bir kitob yozgan edi. Balkim taqdirga munosabatli kitob bo'lsa kerak. Meningcha ustozingiz mush kitobni o'ylash kerak. Dedi Yinfang o'ylangan holda. Bo'ldi, buning javobini ustozingizni topgandan keyin bilalaymiz. Bu chog'da yiroqdagi ko'rish doirasi birdilla kengayib, oxiri noiti cho'ng bir o'ngirga yetib keldik. Tianjan qo'l chiroq bilan yo'rtdi. Bu yer yotoq uyga o'xshaydi.
bir tarafda g'oyat zo'r bir supi bor bo'lib, xuddi bir yo'g'on maxluqning aram oldigan joydek qiladi. Bu yerni ko'rib uchimiz bu o'ngko'rda haqiqatan daryo podshohi borligini taltuks jazmlashtirdik. Balkim u lavba bo'lishi mumkin. Bu ejderha buliqining nemishqa qurib ketganligini bildim. Dedi Yinfang tuyuqsiz. Her bir ejderha buliqi rayonida birdan lungju, ya'ni yer sharoiti marvoiti bor. Eng dastlabda ulug' Yuy suvni tizginlagan chog'da necha ming chaqirim yerni suv besib ketib, xalq kun ko'chirolmas bo'lib qolgan edi. Keyin xislatlik bir kishi ulug' Yuyning oldida paydo bo'lib, uningga olti bilan bir tal marjon tepishni aytibdi. Ulug' Yuy boshqa amal qolmaganligini ko'rib, sinab beqish niyatida bu odamning gapini anglab, odam avatib kech-kunduz marjon istabdi. Bir oydan keyin darvaqa suvdagi cho'ng bir toshning yo'chiqidan bir cho'ng marvoyitni tepibdi. Ulug' Yuy hayronlikdan odam avatib bu marvoyitni ko'tiribdi. Darvaqa kelkun noit tezla pasiyib bu suv tizgilinibdi. Keyin ulug' Yuy bu marvoyitni aqliga sig'maydigan usul bilan qo'g'dab, uni ejderha marvoyiti deb atabdi. Bu yana yer sharoiti marvoyiti deb atalibdi. Rivoyat qilinishicha, bu ejderha marvoyiti hozirmi Xuanxe daryosining ma'lum bir yerida ekan. Uning ustiga davlat uni zo'r qo'shin bilan qo'g'dab o'tibdi. Yinfang cho'nqir bir tinib olgandan keyin so'zini davomlashtirdi. Marvoyit bo'lsa suv bo'ladi. Marvoyit yo'qsa suvmi qurib ketadi. Agar farzim to'g'ri bo'lgan bo'lsa, bu ejderha buliqidagi marvoyitni boshqalar ib ketgan. Shuni suv qurib qolgan. Yinfang qo'lidagi kompas bilan bir joyni topdi. Bu yer o'ngko'rning eng egizbas yeri bo'lib, inchiklik bilan qaramasa, uni payqash tez edi. Yinfang bu to'mpiyib chiqqan yerni qo'li bilan kuchab tortib, bir parcha toshni yo'tkidi. Uning ichida yumshoq bir quti bor bo'lib, quti ichi quruq edi. Tianjan ikkimiz bir-birimizga qarashib turib qoldik. Aslida bu 19 yil burungi ig'ir qurg'oqchilik. Birisi ejderha marvoyitni ep ketganligi uchun bo'lgan edi. Undaqda uni sodi kim elib ketdi? Yinfang ulug' kichik tinib so'zini davomlashtirdi. Ayni chog'da Zhang Daoling yomg'ir tilganda yer sharoiti marvoyitining o'rniga dasaydigan vaqtliq buyumni topgan ekan. Shunga sizlarning bu yerda davomli suv bor bo'lgan ekan. Yinfang birdam sukut turgandan keyin uchimiz davomli oldiga qarab mangdik. Lekin uzun o'tmay kutilmagan ahvol yuz berdi. Qog'oz odam yana yo'q edi. Tianjan qo'l chiroq bilan qorong'ulikning oldini yo'ritdi. Ondan bu chog'da bir soya tuyuqsiz silkinib, qorong'ulik ichiga kirib g'oyib bo'ldi. Bu mening ustammi? Men gumonlanib tursammi chaqirib baqdim. Ustam. Men varqirg'ash keyindan yugurmoqchi bo'ldim, lekin Tianjan meni tutib oldi. Aldiroq salliq qilma. Ustang burun ustangga o'xshamaydi. Qaraganda bu yo'l to'g'ri deb qiladi. Uni topsaqla natijasini bilalaymiz. Tianjan ig'ir ovozda dedi. Yinfang beshini lang'ishdi. Tianjan menga qarab tamkinlik bilan: "Xiaotian, esingda bo'lsin. Ustang seni bir qitim o'ldirgan." dedi. Shundaq. Ustam mening arg'amchimni bir qitim uzib o'tgan. Lekin meni beqib cho'nqilgan ustamning meni o'ldirish niyatida bo'lganligiga hozirgacha ishongim kelmaydi. Ha, bildim. Men beshini lang'ishib dedim. Uchimiz oldiga qarab yo'limizni davomlashtirdik. Biroq bu yo'lga kirgili shuncha uzun bo'ldi, lekin hech ish yuz bermagan edi. Men pat-pat Tianjanning peshonasiga sapsilib qarab qo'ydim. Uning peshonasimi g'ayta holda aslidagi yo'riq holatiga qaytgan bo'lib, demak, xatar tugagan edi. Tuyuqsiz bir ishni o'ylab qoldim. Ustam bizning agishdiganligimizni burilib paras qilgan. U burilla ehtiyot tadbir qo'llanishi kerak edi. Biroq boya u ko'zni yumib ochquchi paydo bo'ldi. Bu qanday gap? Bizni davomli oldi qarab minishga yetaklayotganmidi? Ustamning o'yligini to'g'ri emas. U bek yomon ekan. U bizni burnimizni yetlayotgandek his qilyapti. Agar shunday ketaversa, uchimiz ustamni mangu topolmaymiz. Ustamning hozirgi polchilik mahorati bo'yicha aytganda, u balkim yuz beradigan ishlarning hammasini hisoblab chiqqan bo'lishi mumkin.
u faqat anda sonda rasmiyatchilik qilib qo'ydi, chunki u mangu bizdan bir qadam tez mangdi. Lekin qalbim g'alitilikka cho'mgan chog'da paqqida qilgan ovoz bilan tang butun ko'rish siziqim tuyuqsiz qorong'ulashib ketdi. Men qo'rqib ketdim. Darhol Tianjan nima bo'ldi dedi. Yifangning nafaslanishimi ko'zni yumib ochguncha sal jiddiylashib qoldi. Qo'lchiraqni to'kib qolmadi. Sizlar saqlab turinglar. Men bir parcha ko'ming belgisi sizib chiqay. Qorong'uda Tianjanning ovozini anglab dedim. Qandoqli bo'lmasin, bu yer osti daryosi edi. Bundaq cho'ng o'nkir tabiiyla tasvirligisiz darajada qop-qorong'u bo'lib, qo'lchiroq bo'lmasa, xuddi amaga o'xshab qoladi. Cho'ng tipdagi vahimalik ovozliq asar O'lim poli. 1-kitob. 20-qism. Qorong'uda Tianjanning ovozini anglab dedim. Qandoqli bo'lmasin, bu yer osti daryosi edi. Bundaq cho'ng o'nkir tabiiyla tasvirligisiz darajada qop-qorong'u bo'lib, qo'lchiroq bo'lmasa, xuddi amaga o'xshab qoladi. Men yon telefonimni ilib, qo'lchiroqni ochdim. Ko'rish oraliqi 1 metrga yetmaydi. Tianjanning shir-shir qilgan ovozini angladi. U xuddi tumar sizayotganda qiladi. Gerçi ovoz g'alati bo'lsa-mu, lekin jimjitlikdan yaxshi edi. Ko'nglimda ustozning keyingi qadamda qachon paydo bo'lganligini o'ylab turardim. Bu vaqtda tuyuqsiz birsi mo'ranni urib qo'ygandek his qildim. Ixtiyorsiz burilib qardim. Qorong'ulikda Tianjan bir ig'izmi gap qilmay menga qarab qo'lni pulanlatdi va ondan burilib ketib qoldi. Men dahi Tianjanga yordamim kerak chiqay deb o'ylab, keynimdan agishib mangdim. Tianjan, meni chiqib beray. Tianjan keyniga qarabmi qo'ymay menga javob bermadi. Xuddi anglamagandek jim edi. Men o'zimni tutolmay yugurib berib, uning mo'risiga shaplaqlab qo'ydim. Oldimdagi gavdining uchsida popoyga kiyilik edi. Ko'zni yumib ochguncha titrab ketdim. Chunki Tianjan menga o'xshash kaltiyan moyga kiyib olgan tursa, qachon popoygaga olmishib qoldi. Men qilchi ishkilanmasdan keynimga yondim. Ammo u gavda tuyuqsiz keyniga burildi. G'uva ko'rish siziqi ostida uning yuzini aniq ko'ramadim. Lekin bir jup yop-yeshil ko'zi qorong'uda menga qo'rqinish bilan tikilib turardi. Men cho'chib ketdim. Darhol yuqori ovozda tovladim. Tianjan! Gapim oxirlashmay turib, g'uyuldigan ovoz bilan tang bir seriq nur orqamdan etilib chiqdi. Men ko'zimni yo'g'on echib qarsam, o't yalqini chiqib turgan seriq belgi ekan. Bu seriq belgi kuyib erib ketgandek, necha so'ng uzunliqdagi o't xanjiriga o'ynab, yop-yeshil ko'ziga qarab etilib ketdi. Echinishlik ovozdan keyin u yeshil ko'z g'oyib bo'lib, bir shamolning ushqanda ketayotganligini his qildi. Kuchli nurli qo'lchiroqning yo'riqi yana ko'rindi. Tianjan bilan Yinfang qopqini turgunicha mengib keldi. Qo'rqinimdan chipildab sovuq terlab ketgan edim. Aka, kelar qitim yana mushundaq ahvol yuz bersa, oldin aytib qo'ygan bo'lamdi. Menga yem chiqib bo'lmasa. Men o'zimni tutolmay og'rindim. Aslida Tianjan burla benormallikni bayqagan bo'lib, shunga qasdan qo'lchiroqni etib tok qolmadi degan ekan. Biroq boya Tianjan vaqtida tadbir qo'llanmagan bo'lsa, men tugashgan bo'lardim. U ablahning badindagi alvosli purqini his qilmadingmi? Men yot darvish bo'lmasa qanaq burayman? Bo'ldi, ehtiyot qilayli. Bu yer har vaqt xatarlik. Tianjan shundoq dedi-da, chiroq nurini yiqib, davomli oldiga qarab mangdi. Men Tianjanni tutib oldim. U taajjublangan holda menga qaradi. Mangmay turayli. Sen xatarga uchraganda qilasan. Men Tianjanning peshonasiga tikilib turib, boya yo'riq peshonasining yana bir qitim g'uvolishib ketganligini ko'rdim. Bak g'alita. Bu atrofda ustoz bilan u boqqan jin olbosidan boshqa yana boshqa xatarmi bormidi? Tianjan bilan Yinfang mening bu so'zimni anglab darhol to'xtab qoldi. Amiz qanday qilamiz?
Sizlarga mundaqli aytay. Hozir bizning bosqin har bir qadamimizni ustam pal ichib bilib bo'lgan bo'lishi mumkin. Hozir bunda qatmal vaziyatni buzib tashlayman deyilganmiz, cho'qim o'zimizning hayotlik darvozamizni taqvatishimiz kerak. Atalmış hayotlik darvozasini etish taqdir hisobidagi bir xil qo'shimcha vosita bo'lib, havo bilan hayotlik qopqini etish, oddiy qilib aytganda, xuddi yon telefonni uchish holatiga tanshab qo'yganga o'xshash edi. Bo'ladi, pechatlayotgan. Tianjan bilan Yinfang bir-biriga qarab qo'yib beshini lang'ishdi. Hayotlik darvozasini pechatlash tas desak, tas, oddiy desak oddiy. Odatda odam badanida bir xil yel bo'ladi. Lekin odatdagi kishilar bu xil yeldan foydalanmaydi. Bizning rambolimiz bu xil yeldan foydalanib pol ocha oladi. Bu 4 hisobdagi eng qiyin bir tur hisoblanadi. Biroq mening kasbim yetarli emas. Yel bilan odamning hayotlik darvozasini etish men uchun birinchi qitimliq ish hisoblanadi. Men cho'nqur nafas ilib, badanimdagi nafasni tangshidim. Albatta, bu xil nafasni ramolchilikda maxsus kontrol qilish usuli bor bo'lib, Tianjanning iqtidorini namoyon qilish usuli bilan o'xshash edi. Bu usulmi o'xshashla qonuniyatga muhtoj edi. Ichimda bu qonuniyatni o'qigandan keyin barmoqimning ozroq qisarganligini his qildim va oldi bilan Tianjanning hayotlik darvozasiga qarab mangdim. Tianjanning qo'shumisini chekkandan keyin uning ming pallisi menga sal tututaq bilindi. O'xshash usul bilan Yinfangning qo'shumisini chekdim. O'xshashla uning ming pallisimi tutuqlashdi. Men qo'shumamni silab turib baqdim. Teniqim bo'shigandan keyin badanim quruqlab qolgandek his qildim. Ko'nglim yerim bo'ldi. Bo'ldimi? Shundoq. Shundoq oddiylimi? Tianjan ishonmagandek peshonasini silab baqdi. U go'yo biror o'zgarishni sezmagandek gumonlangan holda so'radi. Nazariya jihati shundoq. Nazariya? Soltak, amaliy mashg'ulot qilsang bo'lamdi. Yifang bo'lsa menga qarab beshini ling'ishdi. Uningda tug'ma talat bor ekan. Men beshini chayqab turib, pol echishga 4 hisoblash oddiy bo'lsa-mo, lekin chetilgan narsalar ko'p. Bu mening buningdan keyingi tadqiqot nishoni. Haqiqatan shundoq. Pol echish o'ylagandek undoq oson emas. Polnoma ramning 8 simvollik belgisini pishiq bilgandilar ondan bo'ladi. Bu faqat asos. Boshqalarni o'ylasamlar beshim og'riydi. Hayotlik ishini etivatgandan keyin davomliq oldiga qarab mengishga boshladik. Shu topda men ustamga u o'rgatgan narsalar bo'yicha taqabul turayotgan edim. Acaba bu bir xil javob qaytarishmi? Tuyuqsiz Tianjan bir narsani his qilgandek men tarafga qaradi va menga qarab yugurib keldi. Shavkat, tez o'ltirib olgin, tez bo'l. Men ixtiyorsiz so'ngsuyib o'tirdim. Bu chaqda bir tirnoqning mo'ramdan so'zilib o'tib ketgandek his qildim. Men qo'rqinimdan sovuq terlab ketdim. Tianjan bir seriq belgini chiqarib, qattiq ovoz bilan tang nar tatdi. Men darhol Tianjanning keyniga o'tib oldim. Kuchli qo'lchiroq nurida oxiri bu yop-yeshil ko'zining egisini aniq ko'rdim. Uning butun badanida kulrang tuklar bo'lib, badanini keyniga egib dumyetib xirs qilib turardi. Mamuqdek quyruqi tayyorlanib turardi. Tishlarini chiqarib, menga qarab hurkiraydi. Men hayron qoldim. Ustammo bo'ri beqvatamdi. Bu ish menga ustamning hujrasidagi ko'k bo'ri deb yozilgan taxtni eslatib qo'ydi. Bu ko'k bo'ri ustam izzatlagan ko'k bo'ri shumi? Tianjan darrov shaptul yog'ichidan yasalgan qilishini chiqarib, barmoqini tishlab, qilishga tekkizib, uningga hujum qilish holida turdi. Ko'k bo'ri tirnog'ini chiqarib, Tianjanga qarab xiris qilishga boshladi. Uning harakati nihoyat tez, nihoyat chaqqan. Biroq meni hayron qoldirgani ko'k bo'ri xuddi Tianjanga hujum qilishga petinamaydigandek izchil turda mudofaa holatida edi. Men gumonlanib qoldim. Ko'k bo'rining Tianjandan qaytishi ustamning Tianjanga chiqilishga petinamaydiganligini
tushuntirib berdi. Balkim Tianjinning keyindagi kishilardan aymangan bo'lishi mumkin. Bu mening Tianjinning orqa ko'rinishiga bo'lgan qiziqishimni texmi qo'zg'ayotgan edi. Bir chetda turgan Yinfangmi xanjarni chiqarib tez jang qilib tez hal qilmoqchi bo'ldi. Men bir tarafdan ho'shyor bo'ldim, lekin dal shu chog'da tuyuqsiz ustamning ovozi anglandi. Sening rostilla keldiganligini o'ylamabdiman. Ko'nglingdagi tugunni bilmoqchi bo'lsam, kaynimdan mang'in. Men cho'chib ketdim. Qorong'ulik ichida asta-asta tunish bir soy paydo bo'ldi. Keynimga burilib, jang qilayotgan Tianjin bilan Yinfangga qaradim va ustamga qarab mangdim. Men o'zimning nima uchun bunday qiladiganligini bilmayman. Ammo yuz turan turib, ustam nimishqa bunday qilasiz deb so'rag'im keldi. Yana kelib mening kechirmishim o chuqum men to'g'riliq nurg'un ishlarni biladi. Bularning hammasini bilgim bor. Qanchalik mang'inimni bilmayman. Atrofdan o't yalqini chaqnadi. Ustam meni yolg'iz bir o'ngirga boshlab kirdi. Bu yerda zurri turmush lozimliklari talab bo'lib, ustamning ilgari bu yerda turganligini ko'rib olib bo'ladi. Ustam bir joyni tepib o'ltirdi. Chiroyida hech qanday ifoda yo'q qoldi, menga qaradi. Qandaq masala bo'lsa, mendan so'rasang bo'ladi. Men cho'nqur nafas ilib so'radim. Kentdagi 4 odamning hammasini siz o'ltirganmi? Shundoq. Ustam parvosizlik bilan eg'iz ochdi. Mening ko'nglimda uzundan buyon saqlanib kelgan talay sinashni asar muqamidi. Nimali degan bilan u meni beqib cho'ng qildi. Ilm berdi, hayot berdi. Shu sababdan uni gunohsiz bo'lgan deb o'ylaydim. Unda siz nima uchun Jantag'amni o'ldirmoqchi bo'lasiz? Bu mening qalbimdagi tunji gumonim. Ustamning suratdagi 3 odamni o'ldirganligini men tushunaman. Lekin toqat chiqib, opamga bir poy o'q otgan Jantag'amni nima uchun o'ldirmoqchi bo'ladi? Ustamning chiroyi burunqidakda sovuq edi. Nayt oddiy. U heliga hayvonni yaralandırsa, o hayvan odam o'ldirishga bahona topadi. Lekin men o hayvonning qo'l solmaydiganligini o'ylamabdi ekanman. Ammo hamma ishni uning ishtirib qo'ydi. Ko'nglim yerim bo'lib qoldi. Ustam suvning eqishiga qarab ish tutib, o'xshash usuli bilan boshqa 3 odamni o'ldiribdi. Afsuski, u opamning odam o'ldirish niyatining yo'qligini o'ylab boqmagan ekan. Opamning qardi menga illiqlik atoqliganligi, opamning bir oq ko'ngil bo'ri ekanligini tushuntirib beradi. Undaqda sizning odam o'ldirishga maqsadingiz Lavba degan ajdarho bolasida saqlangan kitob uchunmi? Kitob? O kitobni 19 yil ilgari men ep bo'lgan. Acaba ustam menga o'rgatganlarining hammasi shu kitobdimi? Bu qanday mumkin bo'lsin? Undaqda ajdarho marvoyati qani? Ustam bir pas turib olgandan keyin beshini chayqadi. Marvoyatning ishini men bilmayman. Mening u ablaqning ko'z oldidan marvoyatni ep ketgidek karomatim yo'q. Undaqda sizning demoqchi bo'lganingiz, bu yerda ilgari rostilla toshbaqiga o'xshaydigan hayvon bor ekanda. O'ngirga kirganda bayqilgan qasraqdan tortib tomdagi tam rasmlarigacha bularning hammasi sirliq tuyg'u va afsonaviy tuyg'uni ifodalab beradi. Demak, u hayvon aniq mavjud qiladi. Ustamning ko'zlari menga tikildi. U savolimga javob bermadi. Aksicha, odatdagidek ovozda muloyim gap qilyotdi. Nima? Ustamda chaqirg'ing yo'qmi? Men unga tikilib sukut turdim. Bir minut jimib ketgandan keyin ustamning ovozida bir xil o'zgarish bo'ldi. Ranjishing haq. Seni beqib cho'ng qilgan bo'lsam-mu, seni haqiqiy shogird qatorida ko'ribdiman. Seni yana bir o'zim qilib yetishtirib chiqishdanla maqsad qilibdiman. Ustam menga haqiqiy ahvolni aytib berish uchun andili so'zni boshlab edi, sirtdan oyoq tevishi anglandi. Ustamning so'zimi to'xtab qoldi. Tunish ko'rangi qorong'ulik ichida osta-osta chiqib keldi. U uchsa oq uzun ko'ylak kiygan, nazokatlik edi.
u mening ko'zimga muloyimlik bilan qarab edi. Vujudim mehr bilan erigandek illiqlikqa to'ldi. Opa! Past ovozda varqirib edim. U asta menga qarab kelib, meni bag'riga bosdi. Qo'za, Opa, siz nima qilib qoldingiz? sendan ansirab yo'qlab keldim. Yiqimliq ovozdan o'zimni tutolmay yig'lig'im keldi. Bu xil hissiyotni tasvirlash tas edi. Ona mehri men azaldan iyi bo'lib boqmagan hissiyot edi. Mavhumlikda hamroh bo'lgan, bilintirmay meni qo'g'dab kelayotgan oshu tuyg'u edi. Siz bilan ayni vaqtda tutishgan ishni unutib qolmang. Ustam so'g'uq nazarda opamga mixtak tikildi. Shavtian cho'ng bo'ldi. Ba'zi narsalarni uning aytib qo'yishingiz kerak. Opam parvosizlik bilan ustamga qarab dedi. Ustam menga qarab qo'yib ortiq gap qilmadi. Opam muloyimlik bilan past ovozda menga 19 yil burungi qurg'oqchilikni bilamsan. Ayni chog'dagi qurg'oqchilik intayin ig'ir bo'ldi. Buningda bizda kishilarmi bardoshlik berolmadik. Biroq u chog'da yelim yaxshi bir odam kelib qoldi. Jangdavling. Shundaq, u kishi o'zini Jangdavling dedi. U kelgandan keyin bu tog'dagi barliq jin shaytonlarni izlab, albatta orasida menmi bor. Bizga bu yerdagi ejderha marvoyatini boshqalar ib ketibdi, shunga mushundaq ig'ir qurg'oqchilik yuz beribdi. Agar ejderha marvoyati o'z o'rniga qaytmasa, bu yerda qurg'oqchilik davomlashadi. Hatto odamzot oyoq bosmagan qumliqqa aylanib ketadi dedi. Undaqda topa oldingmi? Opam beshini chayqab. Jangdavling necha kun izlabmi ejderha marvoyatini ib ketgan odamni topolmadi. Faqat vaqtliq ejderha marvoyatining o'rniga desaydigan bir narsani topdi. Biroq ish o'ylagandek o'ngishli bo'lmadi. Uning ustiga to'salg'uga uchradi. Jangdavlingning aytishicha, ba'zilarning usuli osmondagi ejderhaning o'zgarishiga ta'sir ko'rsatgan. Eng halqiliq bir qadamdan chatoq chiqib, mag'lub bo'lgan. Shu chog'da Jangdavling xafa bo'lib, bir tushdan keyin yo'qolib ketdi. Bizmo Jangdavlingni muvaffaqiyat qozondi deb o'ylagandik. Biroq 4-kuni u paydo bo'lganda uning qo'lida marvoyat yo'q, bir buvoq turadi. So'zlab bu yerga kelganda opam menga qaradi. Meni Jangdavling ib kelgan demaydigansiz. Opam beshni lingishdi. Til bilan tasvirligisiz darajada hayron qoldim. Men ota-onam meni tashlab o'tgan o'xshaydi deb o'ylagan edim. O'ylamagan yerdan o'zimni Jangdavling ib kelgan bo'lib chiqdim. Jangdavling meni qayerdan ko'tarib kelgan? U chaqda Jangdavling davomli munbar etish usulini qo'llangan. Bu qitim hech qanday to'salg'uga uchramay, muvaffaqiyatli holda boshqa bir saplama buyumni ejderha marvoyatiga aylantirib, ondan bir yorliq bilan qattiq qor yog'dirgan. Jangdavling minishdan burun meni izlab kelib, seni beqib cho'ng qilishimni talab qilgan. Ustang faqat shu. So'zlab bu yerga kelganda opamning yuzida ozroq so'g'uqlik paydo bo'ldi. To'g'ri. Men uning taqdirining odatlikcha emasligini bayqab, uni tarbiyalamoqchi bo'ldim.